Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan eng qiziq mavzularimizdan yana bittasi bo'lgan dinlardagi muqaddas manbalar mavzusini ko'rib o'tamiz. Mavzu mobaynida demak sizlar bilan ibtidoiy diniy qarashlar haqida, Zardushtiylikning manbasi haqida hamda Yahudiylik dinining muqaddas kitobi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, avvalgi darslarda ko'rganimiz singari aynan ibtidoiy diniy qarashlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, aynan ibtidoiy diniy qarashlarda aynan tosh davrida, ya'ni so'nggi paleolit davrida totemizm, fetishizm, animizm kabi dastlabki diniy qarashlar mavjud bo'lgan edi. Bunda odamlar ma'lum bir hayvonlarga yoki ma'lum bir tumorlarga yoki ma'lum bir jonsiz narsalarga sig'inish jarayoni bo'lganligi, ba'zida esa masalan ruhlarga yoki boshqa shunga o'xshash o'simliklarga sig'inish jarayonlari bo'lgan paytda ular uchun mana shu narsalar muqaddas hisoblangan va hozirgi kunda ham masalan ba'zi bir dinlarga agarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda ham muqaddas bo'lgan narsalar yoki hayvonlar bor. Oddiy oladigan bo'lsak, masalan Hindistonda hozirgacha ham sigirlar muqaddas sanaladi yoki ayrim butlarga sig'inishadi. Masalan Krishna xudosini yasab olishadi yoki Hanumanni haykalini yasab olishadi yoki ba'zi bir aslida bunday olib qaraydigan bo'lsak, aynan Ramayana dostonidagi qahramonlar hisoblangan shaxslarga, ya'ni bir doston qahramonlariga go'yoki xudo singari sig'inish jarayoni vujudga keladiki, aslida ular buni xudo emasligini yoki masalan shu xalq tomonidan ham, ya'ni barcha insonlar tomonidan bular shunchaki o'ylab topilgani bilinsada, lekin baribir ham unga sig'inish hozirgi kunga qadar davom etayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni u aynan mana shu Hindistondagi mavjud bo'lgan dinlardagi muqaddas narsalar hisoblanadi. Boshqa nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, yana ayrim xalqlar mavjudki, ularda noma'lum bo'lgan narsalarga sig'inish, ya'ni go'yoki ular shu xudosini qanaqadir bir iloh bilan bog'lashadiki, yoki buddizm diniga qaraydigan bo'lsak, aslida Budda oddiy shaxs bo'lganligini, ya'ni oddiy shaxs bo'lsa-da, ya'ni Siddharta Gautama degan shahzoda bo'lgan bo'lsa ham, lekin mana shu Siddharta Gautamaga dastlab bu Budda dini xudolarsiz din bo'lgan, ya'ni aslida xudo mavjud bo'lgan. Budda vafotidan keyin esa Budda demak shu dinning xudosiga aylangan, ya'ni o'sha Siddharta Gautama. Va doimiy ravishda bilamizki, Buddani shu nilfar guliga o'tirgan holatdagi tasviri aynan mana shu dindagi demak go'yoki bir ramzga aylangan va odamlar aynan mana shunga borib sig'inishadi. Tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, o'zi aslida masalan dinlarning har bittasi muqaddas manbasi bo'lgan, masalan Avesto kitobi Zardushtiylik dinini muqaddas kitobi hisoblanadi. Bu kitobda masalan Yashna, Yazd, Vidivdat, Visparat kabi qismlardan tashkil topgan bo'lsa, bu kitobning bir qismi bilamizki Aleksandr Makedonskiy tomonidan demak yurtimizda aynan janubiy sarhadlar, xususan Surxondaryo hududlarida yurgan paytda, hozirgi Surxondaryo hududlarida yurgan paytda demak yo'q qilinganini bilamiz. Shu nuqtai nazardan albatta barcha dinlarda o'zini muqaddas manbalar mavjud bo'ladi. Islomda bu albatta Qur'oni Karim hamda hadislar muqaddas kitoblar sanaladigan bo'lsa, xristianlikda esa albatta Injil muqaddas kitob sanaladi. Va o'zi aslida osmondan 4 ta kitob tushgan deyiladi. Ya'ni osmondan tushgan degani vahiy kelish natijasida yozilgan kitoblar sanaladiki, bu Qur'on, Tavrot, Zabur hamda Injil kitoblar sanaladi. Demak, sizlar bilan hozir shularning ichidan Yahudiylik dinining muqaddas kitobi hisoblangan Tavrot haqida demak gaplashib o'tamiz. Yahudiylik dini o'zi aslida miloddan avvalgi 2-mingyillik oxirlarida Falastinda vujudga kelgan hisoblanadi. Aynan bunda yakka xudolik targ'ib qilinadigan din sanaladi. Avvalgi darslarda biza demak monoteistik hamda politeistik dinlar haqida gaplashganda, aynan bu ham monoteistik, ya'ni yakka xudolikka asoslangan din hisoblanadi. Bunda aynan demak asosan shu Yahudiy millat vakillari sig'inishadiki, bu so'zni kelib chiqishi haqida ham turlicha fikrlar mavjud. Masalan, Abraham Beruniy bobomiz o'zining qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar kitoblarida Yahudiy so'zini kelib chiqishini Somiy tilidagi xoda, ya'ni tavba qilish yoki tavba qilganlar so'zdan kelib chiqqan deb ma'lumot berganlar. Lekin boshqa jihatdan oladigan bo'lsak,
bu fikrni noto'g'ri deb uni aslida mana shu Banu Isroil xalqi ustidan o'sha hukmronlik qilgan Yaqub payg'ambarning o'g'li Yahudo nomidan kelib chiqqan degan fikrlar ham beriladi. Qaysidir jihatdan shu ikkinchi variantga ko'proq to'g'ri sifatida bugungi kunda qaraladi. Yahudiy xalqini shu nuqtai nazardan yana bitta nomi Banu Isroil xalqi ham deyiladi. Ya'ni Isroil bu Yaqub payg'ambarning ikkinchi ismi bo'lib, Banu degani bolalari yoki avlodlari degan ma'noni anglatadiki, Banu Isroil degani bu Isroil avlodlari degan ma'noni anglatadi. Yahudiylik ta'limoti albatta to'rtta asosga tayanadi. Bunda o'sha olamni yaratuvchi yagona xudo bo'lgan Yahvega iymon keltirish. Bu Yahve so'zining o'z ma'nosi Rab, Parvardigor degan ma'noni anglatadiki, Tavrotning chiqish kitobida aynan Xudoning Musoga aytgan mana shu kitob demak fikri bildirib o'tiladi. Yahve ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq, Yaqublarning Parvardigori. U meni sizga yubordi deyiladi. Miloddan avvalgi 6-asr oxirlarida esa Yahudiy ruhoniylari oddiy xalqning hurmatini pasaytirib qo'ymaslik uchun Yahve so'zini ishlatishda man etishadi. Uning o'rniga esa Adonay, ya'ni Rab, xo'ja so'zini ishlatishni buyuriladi. Shu nuqtai nazardan albatta ruhoniylargina ibodat paytida faqat Yahve nomini tilga olishgan. Shu bunday olib qaraydigan bo'lsak, masalan, ko'pchilik dinlarda ham Xudoga ism qo'yilish yoki boshqa jarayonlar ham ko'zga tashlanadiki, yahudiylik ta'limotiga ko'ra aynan Yahve olamni yaratishni yakshanbadan boshlab juma kuni tugatgan deyiladi. Bu degani, demak, shanba kuni u dam olgan degan ma'no bildiriladiki, yahudiylar ham shuning uchun aynan mana shu kunni dam olish kuni hisoblashadi va hech narsa qilinmaydigan kun sifatida ulug' kun deb, demak, asosan dam olinadigan kun sifatida ifodalashadi. Yahudiylar demak yer yuzidagi xalqlarning eng mumtozi va u dunyodagi shu beriladigan inomlarga eng haqli xalq sifatida o'zlarini bilishadi. Shu nuqtai nazardan albatta ular o'zlarini Xudo tomonidan saylangan muqaddas xalqligini yoki yahudiylarning ruhi Xudoning bir qismi ekanligini da'vo qilishadi ham. Hamda ularning ham albatta qiyomat haqida o'zining fikrlari mavjud. Unga ko'ra shu Messiya, ya'ni ularda xaloskor Messiya deb ataladi. Go'yoki aynan shu Yahve yahudiylar orasidagi bitta xaloskorni chaqirgan paytda aynan Messiya tushadi deyiladiki, u dunyoni isloh qilgan holda qaytadan qurishi, butun yahudiylarni Sinyon atrofiga to'plashi, ularni barcha dushmanlarini jazolash haqida demak ma'lumot berishadi. Albatta yahudiylar oxirat kuniga ishonishadi. Shu nuqtai nazardan aynan ularda kimda agar mana shu Yahvega chindan e'tiqod qilishsa, ular demak mukofotlanishi, aksincha holatda esa shafqatsiz jazo olish haqida ma'lumot beriladi. Xo'p, yahudiylik ta'limoti bo'yicha demak 10 ta nasihat bor ularni, ya'ni 10 ta lavhaga tushirilgan nasihat borki, birinchisi aynan Yahvedan boshqani iloh deb bilmaslik. Ikkinchidan but, sanam, rasmlarga sig'inmaslik. Uchinchidan bekorga Xudo nomi bilan qasam ichmaslik. To'rtinchidan shanba kunini hurmat qilish va uni Xudo uchun bag'ishlash. Beshinchidan ota-onani hurmat qilish. Oltinchidan nohaq odam o'ldirmaslik. Yettinchidan zino qilmaslik. Sakkizinchidan o'g'irlik qilmaslik. To'qqizinchidan yolg'on guvohlik bermaslik hamda 10-dan yaqinlarning narsalariga ko'z olaytirmaslik deb aytiladi. Shu yerda yana bir ma'lumotni demak aytib o'taman. Bu sizlar uchun albatta qiziq ma'lumot. Yahudiylar bilamizki, bugungi kunda dunyodagi eng boy xalqlardan bittasi sanaladi. Shuni hattoki AQSh davlatiga ham yahudiylar qarz berganligi aytiladi. Shunda demak yahudiylar haqida ma'lumot berilgan paytda ular qanday boy bo'lgan deganda, yahudiylar azaldan pul qarz berib, ya'ni foizga qarz berib demak daromad topgan xalq hisoblanishadi. Shunda yahudiylardan so'rashganda, sizni diningizda foiz harom emasmi deyilgan paytda ular shunday javob beriladi: biz uchun ham foiz harom. Qachonki harom, bir yahudiy ikkinchi bir yahudiyga agarda foizga pul beradigan bo'lsa, bu harom deyiladi. Agarda u boshqa odamga foizga beradigan bo'lsa, bu hech qanaqa demak noto'g'ri
deb hisoblanmaydi deb ma'lumot berishadi. Shu nuqtai nazardan albatta yahudiylar bugungi kunda ham eng shu boy xalqlardan bittasiga aylanib olishgan. Yahudiylarning muqaddas kitoblari albatta Tavrot yoki uni Ketub Imom deb ataladi hamda Talmud hisoblanadi. Demak, aynan yahudiylikda, demak, xristianlar va yahudiylar ham Bibliya so'zini turlicha ishlatishadi. Yahudiylar, demak, ular uchun mana shu Ibriy Bibliyasi deyilsa, xristianlardagi esa qadimiy ahd deb nomlanadi. Musoga tegishli bo'lgan Tavrot esa 5 ta kitobdan iborat sifatida tavsiflanadi. Bu birinchisi borliq yoki ibtido deb ataladi, ikkinchisi chiqish deb nomlanadi, uchinchisi Levit deb nomlanadi, to'rtinchisi sonlar deb nomlanadi hamda beshinchisi esa ikkinchi qonun deb nomlanadi. Hop, ma'lumotimizni davomlarini, ya'ni yahudiylar haqida yana ham qiziq ma'lumotlar juda ham ko'p. Demak, darslarimiz mobaynida albatta bular haqida yana tanishib boramiz sizlar bilan. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.